Xayrlik düşenbile. Bütün dünyadaki barlık vatan söygen qarindaşlar. Düşenbe günüňlar xayrlik bolun. Men Erkin Rozdan sizlarga düşenbelik salamlarni yollayman. Bugün sizlarning azroq bir 20-30 minut vaqtinglarni olaman. Qarindaşlar, vaqtni alishdik asosli sabab nima degan vaqtda mush yaqindan birisi men mush Rossiya Ukraina urushi portlagandan birisi haqiqatan men bu vaqtda o'tirib o'zimningki o'ylaganlarimni Qozog'iston voqealari bo'lsin, Ukraina voqealari bo'lsin, mush millatimiz oldidan bo'ladigan ishlarni bilib qolsin degan maqsad niyatlar bilan men haqiqatan jiqroq so'zladim. Bu so'zlash jarayonining o'zida men Putinninki bu ishg'oliyatchi harakatlari, har turli harakatlarning hammasini qo'limdan kelishicha men ko'pchilikka tushundirdim. Bo'ladigan ishlarni, masalan, Afg'onistonda jang bo'lamdi degan vaqtda bütün alternativlarni, Afg'onistonning Ukraina urushi, ikkinchi Afg'oniston bo'lganligi haqida bu to'g'riliq jiq so'zlab, masalan, Putin efendimning Qor dengizga tushadiganligi, Qor dengizining xatarning ichiga kiradiganligi to'g'riliq men hamda shu vaqtda haqiqatan jiq to'xtalgandan keyin bu dünyadaki nurg'un, masalan Türkiye'den, Amerika'dan, dünyanın her yerden köpleyen qarindoshlarımızdan savol kelib, bu Erkin sen bir chaqlarning o'zida Amerikada o'tatding. Bu Amerikada yuratding, endi o'tirib turibla, sen bu Putin chub qolding, Rossiya chub qolding, zaten seniki qanchatal maskan var degandek savollarni o'tirib qo'ygan qarindoshlar bo'ldi. Men ba'zilarga yetarlik masalan WhatsAppda bo'lsin tushuntirish berdim. Avvaldan qaragan chaqda ko'plagan qarindoshlarimiz tushunmabdi bu nuqtani. Zodi Erkin Rozi Putinchimi yoki Amerikachimi degan narsani tushunmabdi. Shu to'g'riliq men tushuncha berib qo'yadim. Andin ikkinchidan bu yerda meniki yana asosliq masalalar bor, meniki tushuntirib qo'ydigan. Qarindoshlar, men sizlarga balkim o'yimda taraqshigan ovozlar chiqishi mumkin. Qochish mashinasini besib qo'ygan, bu o'ziniki xizmatini qilyapti, 2,5 soatmi 3 soatmi atrofida yurdi ekan. Shuningda bir taraq-turuq ovozlar chiqib qolib qolsa, bu Erkin Roz uyda o'tirib bir narsa yasayotadigan o'xshaydi, bir mashinada birisining qo'ng'iga bir narsa qo'yib o'tadigan, bir narsalarni yasayotadigan o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Bunda qo'ng'ining ostida qo'yib o'tiriblar, bir narsa to'zitadigan narsalarni yasayotadigan o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Qochish mashinasi harakat qilyotadi, ishlayotadi, men uchun xizmat qilyotadi. Buni deb qo'yay. Mushundaq savollar kelgandan keyin bunga men javob berishni loyiq topdim. Buningdan burun endi qarindoshlar, bu temamga kirishdan avval sizlardan ko'pchilikka bir talabim bilan deydig'ini men nurg'un qarindoshlarimni WhatsAppdan men aytib etdim. Sebebim ko'pincha qarindoshlarga tushundirdim, asosli meniki oldirash ekanligimni. Bo'libmi bu yerda bir sababini bu qatam men ozroq tushuntirib qo'yay, tushunmagan qarindoshlar tushunsin, ko'plagan qarindoshlar WhatsAppdan savol so'rasin va yoki salom, jumalik salomlar yo'llasin. Har turli qarindoshlar salom soatli yo'llaydi. Buni o'tirib men mumkin qadar qo'limdan kelishicha javob berib kelgan. Oldirash bo'lsa-mu, ammo men yaqindan birisi men qat'iy yetish bo'lmadim. Shuning uchun men nurg'un qarindoshlarimni vaqtli bir 7-8 oy atrofida aytib etdim. Ko'plagan qarindoshlarga sabab qaysi degan vaqtimizda qarindoshlar, men ingliz tilini o'rganyapman degan bu 3 yil bo'ldi dedim. Men 3 yil jarayonida o'zida hech bir zaman hozirqadek o'tirib besib o'rganmagan. Mening ishim 7 dan 7 gacha bo'lgandan keyin 12 soat ishlagandan keyin 7:30 gacha tomoqni yeb, kech soat masalan 7:30 gacha yarim soatni tuz yuyinib tomoqni yeb, shuning bilan 8:30 gacha 1 soat dunyodan bo'lgan xabarlarni buni ko'rib olib, onun keyinden 1,5 saat her gündegidek 1,5 saat atrofida ingliz tili o'rganib kelgan qarindoshlar. Buni uynim nayt yaxshi bo'lgandan keyin ham bu ingliz tilining men ichiga kirib ketgandan keyin shundan hozir bir 5-6 oy atrofida bo'ldi. Buning jiq vaqt ajratyapti. Men ham yana birisi Norvegiyadan maoshini to'lasak bak qimmat, Amerikadan izlasakmi soatlik maosh qimmat bo'lgandan keyin o'qituvchining, ingliz tili o'qituvchining, shunda men Nigeriyadan o'qituvchi olgandim. U yerning maoshi, ularniki o'qituvchilarga beradigan maoshi, men Norvegiya, Amerika, Angliyaga kelishgan chaqda tuvan basima ularga nisbatan jiq pul bo'ldi ekan. Shuning bilan ularga tuvan degan vaqtimizda ashlarning maoshi bo'yicha aytgan chaqda yuqori maoshni berib, kuniga vaqtli topgan vaqtning o'zida nayt yaxshi o'rgatyotdi, ingliz tilini o'rganyotgan.
Şunun bilan men o'tirib bu 30 apten masalan topladımı gapmi yo'q qanday. Undan keyin men shaxsiy ayrimxonda paranglashadigan do'stlarga ko'pinchilariga tushundigan chaqda ko'pdegan qarindoshlarimiz ba'zilari tushundi, ba'zilari tushunmadi. Yana so'ralgan savollar, yana takrar savollar shu. Shuning bilan o'tirib ba'zi qarindoshlarning ko'pinchilarini aytib atgandim. Men bundan keyin men bu shaxsiy ayrimxondagimi ya mo'minchiq asosan hammasiningdek aytyapman 7-8 oy atrofida buni men shu Facebook yuzida ko'pchilik qarindoshlar deb qo'yay, meni to'g'ri tushuninglar. İngiliz tilini puxta o'rganmasam bo'lmaydi ekan. Sizlarga tavsiyam shu boshqa tillarning hammalarini yerlik shu davlatning tilini o'rganishdan boshqa ingliz tiliga bakchiq kuchanglar qarindoshlar. Dunyodagi uchur men ingliz tilini hozir shundoq o'rganib, xili nurg'un narsani tushundigan ekan men ichiga kirib ketdim. O ingliz tilidagi uchur, o boylik, o ilm fan dünyadaki men her qandaq yeni bir xil tilde yo'qkan deb turib tushundim. Nimani izlasa hamma narsa ingliz tilida bor. Shuning uchun men ingliz tiliga kirib ketdim qarindoshlar. Meni to'g'ri tushuninglar, men WhatsAppda yo'q. Nurg'un qarindoshlarni aytib etdim. Buni mushundoq tushunasizlar qarindoshlar. Endi men timamga kelsam qarindoshlar boy degandek nurg'un qarindoshlar sen Amerikachimi yoki Putinchimi degan gaplar bo'lib ketdi deb shundoq deyishdi. Haqiqatan men ko'plagan shu millatimizningki masalan Putinning kelgusida ep olmoqchi bo'lgan harakatlar to'g'ri hamma gaplarni men so'zladim. Masalan Qozog'iston bo'lsin, bu kelgusida yana ep boradigan harakatlar to'g'ri so'zlasam yomonmijiq so'zlar bor. Chunki men ingliz tili o'rganganda birisi dunyodagi har turli media guruhlarining masalan rus tilidagi, ingliz tilidagi, turk tilidagi Norveç tildeki bu şu materyallarning hammasini selishtirib kelgan vaqtingizda siz bu Putinning kelgusida ep boradigan harakatlarini asta hammasini tushungandan keyin insonlarga dugum keldi-da. Bu deyish orqali takrar haqiqatan o'tirib bu Rossiya Putin to'g'riliq bu gaplarni degan ekan bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz boy degandek sen Putinchimi va yoki Amerikachimi degan savollarni o'tirib qo'yatdi. Men chetqa vaqtingizda nayt bir echinishli savol, ko'ngilni yerim qilgan savol, men erkuruzini tushunmagan insonlarning qo'ygan savoli. Men faqatla bu yerda siyosiy vaziyatni tunishtirishdagi vazifa men boshlig'a vaqtning o'zida degan men o'ttirda turib so'zlayapman deb shunday dedim. Men insonlarimiz, millatimiz, xalqimiz buni bilsin deb o'tirib so'zlayapman deb kelgan. Bu yerda bizning degan gaplarimiz nurg'unlar o'tirg'i chiqqandan keyin masalan Afg'onistonga aylandi, Qor dengizga tushdi dedi. Qor dengizda bugun ham turklar o'tirib mina tozlayapti. Bundaq ishlar asta rost chiqqandan keyin anda bo'lgan bo'lsa bu erkinning Rossiya taraf bilan aloqasi bak kuchli o'xshaydi degandek savollar bilan bu yerda bu gumon shundaq savollarni o'tirib qo'yapti. Qarindoshlar, men sizlarga desam men hayotimda o'tirib o'shli davlatning bayrog'ini ko'tiraman deb turib shunda degan meni izlagan do'stlar bildi. Biri vatanim Uyg'ur davlatining bayrog'ini, ikkinchisi men tuz tamoq yeyotgan Norvegiyaning bayrog'ini, uchinchidan Uyg'ur davlatini quradigan Amerika davlatining bayrog'ini ko'tiraman degan. Shuning uchun men Amerikaga borgan vaqtimda Amerikaning bayrog'ini ko'tardim. Butun Facebookdan tortib hamiyada hatto Norvegiyaning bayrog'i yo'q, Amerikaning bayrog'i bor. Çünkü bundaq bilishlik sebebim meylisiz işinin, meylisiz işenmem, mening nazarimda mushkamgacha o'ginib kelgan ideologiyalarim, to'plagan bildirimlarimga asosan buni o'tirib 5-6 yilda hisoblab qolmang. 32 yillik mening qo'limda diplomim bo'lgandan nurg'un o'rganganim siyosat, 32 yillik siyosat bilan shug'ullanish jarayonimda Amerikani mendek tadqiq qilgan yana bir odam bormi yo'qmi? Men o'tirib desa, o'tirib men shu odamlarni kechkichlab o'tirib suhbat qilisha olmayman. Bu yerda devatqanim Amerika degan davlatni men qurilmalardan tortib, ishga qurilmalardan tortib 32 yil tadqiq qilish jarayonimizda birdan bir Uyg'ur davlatini quradigan davlat Amerika ekan degan nuqtaga men ishonmay, balkim siz ishonmaydigansiz. Shuning uchun men sizga xulosalab aytay, men Amerikachi. Yana birisi Uyg'ur millatchisi. Mush ikkisidan boshqa jiqishlarga men diqqat nazarimni sarf qilmayman. Hem başka devletlerin işlerimi ağlaytan cik nazarimni nimamni sarf qilmayman men. Vaqtimni sarf qilmayman. Garanti berman Uyg'ur davlatini Amerika qurdi. Ma tashqi dunyoda men qatorliq da'vo qilyapmiz degan jonivorlar va yoki da'voning sirtida turayotgan jonivorlarning hech birisininki Uyg'ur davlatini quradigan imkoniyati nol. Hem kurmaydı hem kuruş niyet mi yok köpünçelerinki. %95. Ben ilgili sohbetlerimden hem istep geldim hemisi canbek çıkan men koşulup oturup canavarlar.
Bu ağzıdı degan bilan davlat qurish degan nima? Uni o'tirib vaqt kelib qolsa tushunmaydi. Da o'tirib bütün insonlar qarindoshlarning hammasiga 2000da 15-16dan tortib biz manga yo'limizda Amerika deb keldik. Qolganlaringlar ishonmasliginglar mumkin va yoki o'tirib tog'dagi mujohidlar qurib turdi deysanglar, ba'zilar turkning davosini qildiganlar va o'tirib Erdo'g'an qurib turdi deyishinglar mumkin va yoki o'tirib musulmon davlatlar qurib turdi deyishinglar mumkin. Hammasi nol, hammasi yolg'on. Biri sizning Uyg'ur davlatingizni qurishiga yordam qilolmaydi. Dunyoda birdan bir Uyg'ur davlatini quradigan, ma kispetay bu gapni deb qo'yay. Quridigani Amerika. Bu tashqi dunyoda da'vo qilyapmiz degan men qatorliq butunlay o'ltirib da'vo qilayotgan, qilmayotgan, og'zida davlat quramiz degan jonivorlarning birisi bu davlatni quramaydi. Qurish shans yo'q, imkoniyat yo'q, hammasi nol, hammasi yolg'on gap. Birdan bir qurdigani Amerika. Ben bunu o'tirtirib Yevropa mı demeyme, yeni birisi mi demeyme. Yani Uygur erkiy qirg'inchilik hareketini başlatkan, davayımızda muşunda qalat kelgan kim? Amerika. Pompeo efendim başçılık insanlar aşında qalat keldi. Yevropa'nın hareket geldi dedi. Aynı vaqtimizda Uygur davasını nol haletdi. Pompeo efendim dünyanın qayerga to'shimidi Uygur davasını. Hatta Indoneziyadan tortib Qozog'istonning aşı Qozog'istonning kigiz öyleriga kirib o'tirib, qozoqlarga o'tirib bizning Uygur davasimizni tonuşturdi. Men bu noktamdan hiçbir zaman yenip gelmedim. Yeni tekrar yenip gelmedim. Yeni bir değil. Men baştan ayak Amerikçi hem milletim tarafında Uygur milletçi. Men Amerika deymen, Uygur milleti deymen. Onundan başka devletlerinin işi Orusça etken çağda yırında. Bunda dikkat kıldıgan nersi emas mening nazarimda. Kalgan işlerge, kalgan devletlerin işlerge bence kızıp ketmeymen. Alaytanca qiziqib ketmayman. Sizlarga deb qo'yay, ben alayta o ishlar qiziqib ketmayman. Shuning uchun men ko'pchilik yana deb qo'yay, men Amerikachi ham Uyg'ur millatchisi. O dunyoda Afg'onistonda bo'lamdi, Suriyada bo'lamdi, yoki boshqa davlatda bo'lamdi, Ukrainada bo'lamdi. Uning men siyosatlan shug'ullangandan foydali taraflari, foydasiz taraflari, kimning ziyon tortadigan, kimning natija qazdiganligini men ko'pchilikka tushuntirib qo'yaman, xolos. Ammo men boshdan oxir Amerikachi. Yani Amerika'daki oturup ben demokratistim emas, cumhuriyetçisim emas, yeni birisi emas. Ben Amerikachi. Bunu mu deb qo'yay? Hem de Amerikachi degan vaqtda birisi oturup demokratisi, yeni bir cumhuriyetçi deb ketmoqlar. Amerikachi. Mushkamgacha Uyg'ur masalasi kelgan vaqtimizda Amerikadagi ikki partiyaning siyosiy ko'z qarashi opma o'xshash. Dunyodagi Ukraina masalasi, boshqa ishlar kelgan chaqda Amerikaniki İki partinin köz qarashlarida, hərəkət proqramlarında oxşamaganlıq bolsunmu, amma Uyğur məsələsi kelgan vaqtida Amerikada iki partiya opma o'xshash. Masalan, bu bizga haqqida ma'qullangan qonunlar, takrorli qonunlar ma'qullandi. Buni ismini demasakmi bilasiz. Hozir yeni oldiga chiqayotgan qonunlar bor. Bu qonunlarning hammasida ikki partiyaning dunyoda faqat Uyğur məsələsi kelgan chaqda ko'z qarashi o'xshash. Mesela palatadan ötken avazla qarşısınız, hammasi %95%, hatta %99% avazla ötüdü. Şunun için men demokratçisim emas, cumhuriyetçisim emas, men faqat ve faqat Amerikachi. Putinchi emas, yeni birisi emas, hem Uyg'ur millatchisi. Milletimning menfaati, milletimning davlat qurishi, milletimning kelajakligi ham bu davlatni quradigan Amerikadan boshqa qog'oshlarni men bekchiq tushunib ketmayman. Hatta o'zim yashayotgan Norvegiyaning ahvolini bekchiq tushunib ketmayman. Ham bekchiq qiziqib ketmayman. Chunki birdan bir shansi bor, imkoniyati bor Uyg'ur davlatini quradigan Amerika bu yerda quralaydigan demedim, quradigan deyapman. Bu gap yodingizda bo'lsin. Men 8-lik darajada Amerikaga ishinib mangan edim. Şunun için bunda taqatıq suallarını sormanglar. Ben ilgili Trump efendim çıkan vaqtida Trump efendimning ortiqchilik kamchiliklarini, mesela Biden efendim çıkan iken ortiqchilik kamchiliklarini, Biden efendimniki, mesela Uyg'ur masalasiga tutgan ko'z qarashining Biden efendimdan Trump bilan o'xshash bo'lganligi bu to'g'riliq so'zlagan vaqtimizda ayni vaqtning o'zida hamda o'tirib sen Biden cho'p ketding deb o'tirib tillab ketganlar bo'lgan. Men shu vaqtimizda hamma insonlarga degan, men faqat Facebookda hech bazan demagan, men Amerikachi. Trump'cım emas, Biden'cım emas veya ki oturup Cumhuriyetçisim emas, Demokratçisim emas, men Amerikachi.
Çünkü o devletini kurduğun Amerika, Uygur devletini. Ma 5 harf bile yadınızda olsun. Uygur degan Latin harfi gibi yazılgan 6 harflik devletini kurduğunu o Amerika. Şunun için ben Amerikçı. Ma gapni ben dep qo'yay, men ishondim. Hem hayotimning oxirigacha ashundaq bo'laman. Bu ish yodinglarda bo'lsin. Bu ish meningcha bo'lgan chog'ning o'zida mushunchalik yetarli deb o'ylayman, o'zimni tushuntirishim. Endi yana birisi ko'pchilikka deb qo'yay, hozir Pokistonda masalan men doim tillaydigan Pokiston, Pokiston, inglizcha uni Shitston deyman-ku, o davlatning prezidenti Imron Xon. Men ilgaridan tortib Imron Xon deb kelgan, u o'tirib men uni hozir ism qo'ydim, uni Xitoy Xon deb turib ism qo'ydim. Imron Xon deganing o'ziga Xitoy Xon deb turib ism qo'ydim. Bu Xitoy Xon hem bugün Pakistan'da parlamentlarda bunun işençsizlik avazını, yani devletin xatar kişidiğen işenmeslik avazı boyunca avaz toplab etipti. Bunu mümkün kadar muş bir haftanın içinde hazır taxtini yiroqlashtirib etishning imkoniyati bor ekan. Hem bunda vaqtimizda men ko'pchilikka yana isbotim bor avval 3 minutlikka qisqa isbotini anglanglar. Endin o'tirib bu haqda meningki başka dünyadan o'tganda 2 kun avval Imron Xonni men o'tirib ya mana sesiq gaplar bilan tilladim ku. Tilligan vaqtimizda shu Imron Xon, ya'ni Xitoy Xonni yaxshi ko'radigan tashqi dunyoda xeli insonlarimiz bor ekan. Bularning kelganga bu o'zimning azroq fikrlarimni o'tirib qo'yib qo'yman. Chunki fikrlarni o'tirib qo'yib qo'ymasak, bo'lmaydi ekan ulog'imi. More news coming in from Pakistan. The PMLN and the PPP have moved a no confidence motion against the PTI's Punjab chief minister. In Pakistan's Punjab province, opposition has submitted a no confidence motion against the chief minister of Punjab, Usman Buzdar. Now, the opposition has also submitted a requisition for provincial assembly meeting. Let me go across to Khalid Jamil. Khalid Jamil, take us to what's happened in the Punjab province. We understand that there is a no confidence motion against the Punjab CM there. Yes, at a time when the federal government is trying to convince its allies, PMLQ and Muhteda Qawmi movement to... Bu bahs bugün çıktı qaranglar 4 saat burun. Bunu anlasanglar buludu. Men sizlarga yana buningki ba'zan qarindoshlarimiz buni olgan chaqda tushunmaydi ekan. Opposition political party in Punjab, PMLN. Bu tushunmaydi ekan buni. Shuning uchun buningki bunun türkçesi var qarindoshlar. To'xtab qiling. Bunun türkçesi var arkadaşlar. Türkçesine 2 minut anlatay. Karşınızdayız. Rusya Savunma Bakanlığı video açıklama yapıyor. Ukraynaleniyor. Hesaplamak düşmanlık nedeniyle karmaşık. Yine dostlar Ukrayna'da yeniden başlayacak. Müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit. Yine dostlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları oylaması oturumu öncesinde başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı. İslamabad'da parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgeye giriş ve çıkışlar konteynerle kapatılıyor. Güvenlik güçleri parlamento binasına giden yollar üzerinde önlem alırken çok sayıda polis meclisin önünde hazır bulunuyor. Başbakan İmran Khan'a karşı güvensizlik oylaması oturumu bugün başlayacak. Oylamanın 3 veya 7 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor. İttifak partileri Başbakan İmran Khan'a karşı tepkili. Başbakan Khan'ın görevden alınması için muhalefetin 172 oya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut durumda iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin oy sayısı 178. Haberinin hemisi tuluk anlaştığın haceti yok qarindoshlar. Ben Facebook'umga qo'shib qo'ydim, hem İngilizcem ko'rdinglar. Punjab shahrida ana Pokistonning bu Imron Xonni masalan elvetish haqida harakat boshlabdi. Men turkchasini angladinglar. 3 bilan 7 kun ichida Imron Xonniki taxtdan ayrilish uchun bu güvensizlik dedi-ku, ishonmaslik bo'yicha bu faoliyat olib berib o'tibdi. Balkim og'dirilib ketish, taxtdan elvetishniki mumkinchiligi yuqori ekan. Taxtdan elvetishning mumkinchiligi yuqori ekan qarindoshlar. Mushundaq bo'lgan vaqtimizda bizga yaxshi. Chunki o'zinglar bilasizlar, Pokiston men bekor tilmadim. Yana tillasam, yana o'tirib, yana qanchalik tillasam tillaydi. Chunki u qanishgan qotil. Uyg'urning qinini ishgan qotil u. O pas qotil, o iflos qotil u. O munofiq qotil.
Uni biz har qanday vaqtning o'zida biz uni tillaymiz. Tillamasak bo'lmaydi. Chunki bizning boshqa amalimiz yo'q. Ha biz tilladik. Ham bu tushib ketadi ekan, taxtdan tushishning imkoni yo'q ekan. Men o'tirib, ming as o'tirib chavak chalama tushib ketsin. Men qaranglar qarindoshlar, bu to'g'riliq nurg'un qarindoshlarimiz o'tganda degandan keyin, ammo shu o'zini atalmış davo hisoblagan bo'lsin yoki davoning sirtida bo'lganlar bo'lsin, bu yerda o'tirib shunday bir to'qilma gaplarni o'tirg'atib, menga shunday yo'llab qo'ydi. Biz u Pokiston qatorliq islom davlatlari uchun biz hech qanday ish qilib bermasak, hatto hech qanday ish qilolmasak, ularni o'tirib hech qanday tillashning hojati yo'q. Ular o'tirib hech qanday gap qilishning hojati yo'q. Bu seviyesizlik, bu nadallik da oturup, bana oturtup nurgu adamlar şunda WhatsApp'tan aşında gaplar kelgandiki, men ular oturup yana tekrar tushundirib qo'ydim, yana deb qo'yay. Sizning anda qo'ygan bo'lsa, siz oturup turib hakikaten şu Amerika, Avrupa'da mesela Pompeo efendimning Amerika, Avrupa'nın Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini qabul qilishni siz xudo oturup şu davoni tushundirib ketdingizmi siz o'zingizcha? Davoni tushundingizmi siz? Şunu devatqa insanlar vaqt kelib qolsa erkiy qirg'inchilik deymizda o'tirib keyingi qashqa insonlar nurg'unlari g'arb dunyosini qo'rqitib bitimiz degan insonlar bugun o'tirib o'zingizning davoyisini Uyg'urning erkiy qirg'inchilik davosini bu yerda o'tirib qo'llaganlikni endi qo'pib o'tirib biz Pokiston bu islom davlatlarining qilayotgan bu Xitoy bilan hamkorlashgan xoinlik harakatni tillasak yo'q biz davoni o'tirib biz ularga to'g'ri tushundirmagan gunoh o'zimizda shuning uchun o'tirib ularni bir narsa deyishning hojati yo'q deganlar endi qo'pib o'tirib bu do'gilan tavuzlar endi qo'pib Amerika Yevropa davoyingizni qabul qilgan bo'lsa sizga o'tirib eshigini ochgan bo'lsa siz shuni harakat qilib ketdik deb turib tushundingizmi voy o'tirib bunda mingizga qarab beqing shunda qadamlar mingizni shundoq yaxshi tekshirsangiz men o'tgan so'zimda dedim ya Uyg'ur xalqining 10% Uyg'ur xalqiniki mana mingisning ichiga qarsangiz o'tirib mana T harfi chiqadi degan T boshlarning deydigan gapi u siz bu Amerika Yevropada o'tirib Uyg'urning davosini erkiy qirg'in yuqoriga hech qanday bir cho'ng bir Uyg'urlar biz qatorliq hech qanday bir ishni qilib ketganimiz yo'q ma Amerika Yevropaning demokratik qimmat qarashi mayada insonlar yashaydi inson yashaydi musulmon davlatlar qarshi jonivorlar yashamaydi insonlar yashaydi insonlar yashagandan keyin demokratik qimmat qarashiga Xitoyning necha million Uyg'urni jazolarga akirib olganligi ularning demokratik qimmat qarashiga insonlik qarashiga axloq qarashiga to'g'ri kelmaganligi uchun bular qabul qilmay o'tirib bizdan o'ta ortiq harakat qilib ketdi Adrian Zinusga o'xshash Amerika Yevropadagi butun parlamentga o'xshash Mike Pompeo efendimga o'xshash odamlar o'zi bu o'tirib bu mavjud reallikni qabul qilolmaydi chunki ular shu demokratik ustixon bilan cho'ng'igan ustixoni demokratiya qalbida o'tirib axloq degan narsa va demokratiya degan narsa va insonlik degan narsa bo'lgan insonlar vatanda bo'layotgan mavjud reallikni ko'rgandan keyin bular uxlayolmay o'tirib bizdan bekaraq chachrab harakat qilib Uyg'ur erkiy qirg'inchilik davosini 8dan 10 davlat qabul qilib Uyg'urlar ishlaringizni echib berdi agar haqiqatan davo qilib ketgan bo'lsangiz 70 yildan beri qilgan davoyingiz ne? Davoyingiz o'tirib turib Afg'onistonda bo'ldi, Suriyada bo'ldi, turk ko'riklarning ichida bo'ldi. Shu vaqtning o'zida sizlar Amerikada yashayotdingiz, Yevropada yashayotdingiz. 2000-yildan tortib. Endi bu yerda musulmonlarning qilayotgan xatoliklarni o'tirib chiqarib bo'lgan ama yo'q biz uni o'tirib hech qanday to'g'ri tushundimi do'q. Buni o'tirib ayblashning hech qanday hojati yo'q. Ayblama o'zimizni ayblayli. Bu nima degan bu o'tirib tey boshlaning deydigan gapi deymi? Odamning ichini elishtirib. Amerika Yevropada siz hech qanday ish qilmadik. Biz qatorliq hech qanday qadam ish qilmadik. Faqat ma demokratik davlatlarning qimmat ko'z qarashi yana takrorday vatanda bo'layotgan necha million insonning jazo erkiy qirg'inchilik ahvoli ayollarimizning dafsanchilik ahvoli kichik bolalarning ishkir o'lga ep ketish ahvolini ko'rgandan keyin ma'vu insonlikni so'ygan dunyo qabul qilamagandan keyin nima dedim va eshikni ochdim mana deb o'tirib hamsiga ichib berdi siz kirib so'zladingiz dadingizni dedingiz dadimizni dedik yig'ildiqlar xolos Onundan başka çoğun iş qilib ketgan iş yo'q. Xo'sh, unda bo'lgan bo'lsa, bundaq masalalarni Yevropa, Amerika davlatlari qabul qilgan, dunyoda tushungan masalalarni bir musulmon davlatlar, islom davlatlari qabul qilmadi. Buni o'tirib biz uniga tushundimidik, demidik deb o'tirib, ya'ni gunohni siz Uyg'urga atib qo'ymoqchiman. Ularning qalbida zaten iymon yo'q. Ularning vujudida hech qanday bir demokratik ustixoni yo'q. Xitoy bilan o'xshash, ideologiya o'xshash, tushuncha o'xshash, hammasi diktator davlatlar.
Hammasi diktator davlatlar. Diktatorning ideyasi Xitoy bilan o'pma o'xshash bo'ladi. Shuning uchun u sizning da'voyingizni qabul qilmadi. Garantiya beray. İslam davlatlariga biz Uyg'ur davosini yaxshi tunishtirmaganlikdan qabul qilamadi deydiganlarga garantiya beray. Aşılarning davlatlarida demokrat diktator sistemi bo'lib, Imron Xonga o'xshash diktatorlar bo'ladi ekan. Siz o'tirib yana 30 yil so'zlisingiz, diktator sistemi yana shunday 30 yil so'zlisingiz, hatto ishigini oldiga berib yetib olsangizmi o'tirib sizni hech bir zaman qabul qilmaydi. Sizning hech bir zaman dardingizni anglamaydi. Tushundingizmi qarindoshlarim? Shuning uchun u davlatning sistemasi demokratik sistem emas, diktator sistemi. Xitoy bilan ideologiyacha o'xshash. Her qanday adam bir Uyg'urchada bir gap bor, jalobni topadi, Uyg'urni topadi, qaroqchini topadi, yaxshi odamni topadi degandek, ular o'zining do'sti Xitoyni tepiyotidi. U diktator. Shuning uchun u sizning da'voyingizni oldirab qabul qilmaydi. Ammo qabul qilmaydi deb yetib olishga bo'lmaydi. Deyish, so'zlash, tushuntirish, takror deyish o bizning vazifamiz. Qabul qilmayotgan deb yetib olishga bo'lmaydi. Takror tushuntirish vazifamiz. Buni biz shunday qilishimiz kerak. Qarindoshlar, bu yerda dunyoda qarindoshlar buni qilib o'tirib, men yana ozroq vaqtim bor ekan, 5 minut vaqtinglarni olay. Dunyoda emaslar Imron Xon ketgan bo'lsa, bu yaxshi ish. Dunyoda qaranglar qarindoshlar, 5 dunyoning o'zida diktator prezident bor. Xi Jinping, Putin, Imron Xon, Erdo'g'an, Kim Jong Un degan, men uni o'tirib ismini Kim Jong deyman, Shimoliy Koreyaning prezidenti, Pokistonning prezidenti, Turkiyaning prezidenti, Rossiyaning prezidenti, Shimoliy Koreyaning bu 5 prezident dunyodagi diktator davlatlarning prezidenti. Ular ham mukammal ittifoq bo'lib kelgan mushkamgacha. ittifoq bo'lib kelgan. Endi Xudoning irodasi bilan Bayden efendim chiqqandan keyin 45-46 yillik siyosatchi, noyati aqlli siyosatchi Bayden efendim chiqqandan keyin hammasining qung'iga o't qo'yibdi bu diktatorlikniki. Diktatorning qung'iga o't qo'yibdi bugun. Şoň ularning ittifoq holati chachrab ketyapti. Bugun masalan Rossiya bilan Xitoy birlashay desa, masalan Xitoy bugun eng taskinni o'zi qilib qoldi. Masalan, men o'tirib unda bo'lsa g'arb dunyosi bu o'tirib Tayvan masalasida biz tarafda emas, Tayvanni qo'llayapti. Rossiyani qo'llaydi desa, Xitoy qanday qiladi? Xitoy o'tirib Amerika g'arb dunyosidan embargo qiladi. Anda olsa g'arb dunyosini qo'llaydi desa, Xitoy hukumatı, Xitoy, masalan Xi Jinping, o'zimning do'sti degan. Anda bo'lgan bo'lsa, men g'arb dunyosini qo'llaydi desa, qanday qildi? Gaz, neft, energiyaning hammasini 70%ni Rossiyadan kirdi. Putin ham gachchida kesib olsa qanday qildi? Mana eng tez holat kelib qolgan. Misolga oldim, mushi diktatorlarning ichida misolga oldim, mushlarning kunini mushundaq taskinga akib qo'ygan Bayden efendim. Ben bu yerda o'tirib Xitoyni misol qildim. Xitoy masalan bugun Ukraina masalasiga kelgan vaqtimizda yana takrorday Amerika taraf turib, g'arb dunyosi taraf tutsa Putindan 70% ochliqdan tortib hammasini import qiladi. Putin efendim kesib yutadi gaz bazlardan tortib kessa bir ziyondir. Endi o'tirib Yevropa Rossiyani qo'lga vaqtimizda Xitoydan jazo keldi. Bayden efendim takror ogohlantirish beryapti. Turma, tusan sen jazo yeysa deyapti. Buning o'xshash masala Erdo'g'anmi shundaq? Hozir Erdo'g'anmi o'ltirib, mush diktator degan 5 diktatorning tutgan yo'li o'xshash. Masala Erdo'g'an hokimiyatimi hozir yo'q, ikkisi o'tirib biz kelishtirguchi bo'laylik. Ya Ukrainaga yomon bo'lmayli, ya Rossiyaga yomon bo'lmayli. Chunki biz o'tirib Ukrainani qo'llasak, Amerikadan jazo keldi. Rossiyani qo'llasak, u vaqtimizda Rossiya hukumatidan 50-60% gaz, ochliq, neftdan tortib, hatto yilda keladigan 5 million sayohatchidan ayrilib qolamiz. Bizga ziyon. Shuning uchun o'tirib, mumkin qadar shunday titrab o'tirdi bu 5 diktator. Titrab o'tirdi. Mumkin qadar betaraf turib, shunday o'tib olay dedi. Ammo betaraf turishga ularga yo'l yo'q. Tanlaydi hamon bir yo'lini. Turkiya ham shunday bo'ladi. Amerika g'arb dunyosi taraf tutgan vaqtimizda gaz Putinkamdan keladi. Putinkam deymi hurmat uchun. Mayli u ishg'oliyatchi bo'lsin, nim bo'lsin. Gaz, ochliq, neft, gaz irmayi, sayohatchi,
hammasi Rossiyadan kirdi ziyon. Ukraynani mesela Ukraynani qo'llab g'arb dunyosi tarafga tursa, Rossiyani qo'llasa g'arb dunyosidan jazo keladi. Mana shunday taskin qo'ygan aqlli Bayden apandi. Pakistanning Imron Xon shu. Bugun o'tirib Pakiston parlamentining o'zida yo'q, buning ishonchsizlik yo'q deganning o'zi bu Xitoy bilan shunga o'tirib Xitoy xon bo'lib ketgan. Bu Xitoy xon Xitoy bilan birga o'ltirsa, vaqtingizda Amerikadan jazo keladi. Shuning uchun qanday qilyapti? Aqlli parlamentlik odamlar anda qo'ysa, biz Imron Xonni bay deyli, yo'qtayli deyapti. Shimoliy Koreyaning o'xshash. Muşu taqdirga ashundaq ishlarga duch kelyapti. Bu 5 diktator, bugun bo'lsin, ati bo'lsin, o dunyodan yo'qoladi. O g'oyib bo'ladi. Buni muşu dunyodagi eng chong shaxs, masalan, Xitoyning bosh ministri Xi Jinpingni Olimpikdan burun o'zi o'tirib yozma holatda bayonot e'lon qilgan. Dünyadaki en güçlü şahıs, demokratiya üçün bütün baylık, mal, mülkümün hemmisini sarf kıldım degan şahıs George Soros. Yani xabaringlarda bor, Xitoyning olimpik boshlanishdan bir kun avval 92 yoshli George Soros efendim Xitoy hokimiyati dunyo uchun tahdid, bu ofat deb o'tirib degan. Bu yaxshi ko'rmagan. Masalan, Putin nima diktator? Ben devatkan 5 adamның hemmisini bu diktatorlarni o'tirtirib, bu yaxshi insonlar emas deb o'tirtirib deb bo'lgan qarindoshlar. Bular dunyodagi demokratiyani bo'g'ayotgan, mana shunday vaqt kelib qolsa bir davlat yana bir davlatga yugurib kirib dunyoga o'tirib, xalqidan hech qanday ruxsat olmay, parlamentdan hech qanday ruxsat olmay, bir odamning qarori bilan o'tirib yana bir davlatga bostirib kira oladigan dunyoni xatarning ichiga tiqayotgan bu 5 shaxs. İlgiri batı. Bular yipak yo'lida birti. Uyg'ur millatini dunyodan teltüks dessep yenchib o'tib ketimiz biz. Xitoyni boshlab, Amerika, Yevropa, Afrikadan tortib, Turkiyadan tortib dunyoda biz shundoq o'tirib, Yajuj majuzlab, ya'ni Xitoyni o'z ichiga olgan shu maxluqlar o'tirib biz dunyoni hukmronlik qilamiz. Dunyoda demokratiya degan narsalarni yenchib dessemiz deb chiqqanti. Bu yerga Biden'dek bir aqlli siyosatchi o'tirib chiqib, bularni o'ynaydigan qartlarning hammasini buzib etdi. Rahmat deymiz Biden efendimga. Mana bu siyosatchining qiladigan ishi. Mana bu demokratiyani so'ygan Amerika davlatining qiladigan ishi. Bugun mana shunday ta'sirlar kelib qoldi. Ikkisidan birini cho'qim tanlash kerak. Hozirgi reallik shu. Yodingizda bo'lsin, mushu 5dan boshqa yerda qolgan diktator davlatlarning hammasi Amerika tarafı tutsa Rusya'dan jazo yeydi. Rusya tarafı tutsa Amerika'dan jazo yeydi. Yani Rusya energiyani kontrol qilib olgan. Energiyani kessa nimani yeydi? Xalq o'tirib to'plan ko'tardi ishida. Mana shunday tasbihga qilib qoldi bu diktatorlar. Bu diktatorlar hamon yo'qoladi o dunyodan. Amerika shunday mazmut Biden hakimiyeti bo'lsin, Amerika hukumati shunday mazmut ching turgan holatda bu dunyodagi bu 5 shaxs baribir yo'q edi. Faqat bir vaqt masalasi. Bugun bu yerda o'tirib, masalan, Imron Xon, ya'ni Xitoy xondek mavi Pakiniston davlatining boshlig'ining yo'qolish oldida turibdi, xo'shalman. Bu uzoq qolmay o'tirib, mencha bu ishlar Putin efendimga keludi deb o'ylayman. Uning keyindan asta chigilab o'tirib Xitoyga keladi bu ish. Xitoyga kelganki uningdan bir ahli o'tirib ayadiki Shimoliy Koreyaningki o Kim Chong Chong bor. O Kim Chong Chongga keladi, andin chuglab o'tirib u vaqtgacha o'zining o'shini topamasa, bu Turkiyadagi diktator Erdo'g'onga keladi qarindoshlar. O'zining yo'lini topamasa. Bular baribir oxir o'tirib unday bo'lsin, bu yoq bo'lsin, bular yo'qaydi. Chunki bu 5 diktatorga qo'ng'iga o't qo'yayotgan gapni o'chig'in davri Biden efendim. Şuna bu Biden efendim bu yerda ashlarni qilib, nayti cho'ng yaxshi ishlarni qilyapti. Men de qolgan gaplarni jiq elib vaqtinglarni sarf qilmay, yodinglarda bo'lsin qarindoshlar. Endi eng oxirida men shunchalik to'xtay gapimni, yana birisi mening bunday suhbat olib berish nurg'un ishlarim ba'zi jihatlardan cheklimga uchrayapti. Buning sababini har turli jihatdan hammani o'tirib deyishni men yaxshi ko'rmayman, cheklimga uchrayapti. Shuning uchun mumkin qadar o'zimning bekor vaqtimda
Uyimda bu vaqtida qilaman, shuni tushensanglar bo'lamish. Uyga qaytib kelgan vaqtingizda uyimda qilaman. Ha, mening ishim aldirash, birdan u yerda, birdan bu yerda vaqt topqancha shunda qilib kelgan. Ha, bu mu azroq ba'zi jihatlardan cheklimga uchrayotidi. Shuning uchun suhbat uyimda bo'ladi. Masalan, ishlab o'tirib uyimdan 15-20 kun ayrilib ketgan bo'lsam, 15-20 kun asosan degidek bu suhbat ishlari bo'lmaydi. Buni mushundaq tushunasizlar. Bunu yoqtirib anglaydigan qarindoshlarimiz bor, zerikib ketgan qarindoshlarimiz jiq, endi yoqtirib anglaydigan qarindoshlarımizga men bu o'zimning amaliy ahvollarimni mushunchalik deb qo'ydim qarindoshlar. Yodinglarda bo'lsin, xuloslay, Imron Xon ketib qoldi ekan, ketishini tilaymiz. Undan boshqa dunyodagi 5 diktator, Bay degan diktatorlar, u baribir o'tirib Bayden apandim chiqdi, qung'u o't yoqdi, ular baribir taxtdan tushdi, ular yo'qaydi. Bu yerda birli Putin emas. Birli Putin emas qarindoshlar, bu boshlandi. Putin, Xi Jinping, Shimoliy Koreyaning Erdo'g'an, Imron Xon degan bu dunyodagi eng kuchli o'tirib, mush Ipak yo'li sistemasida Uyg'ur millatining birdan-bir dushmani bo'lgan bu 5 diktator baribir yo'qaydi. Bayden apandim qung'u o't qo'yibdi, Amerika hukumati qung'u o't qo'yibdi, ham bularni qung'u o't ketdi. Bu jonivorlarniki. Bular o'zining yo'lini topamasa, demokratiya yo'liga qaytmasa, adolat yo'liga qaytmasa, ashunda o'tirib qung'u o't qo'yib yurib, eng oxirida o'tirib bularni taxtdan jiroqlashtirdi, demokratik sistemaga akildi. Men yodinglarda bo'lsin, ayni vaqtning o'zida bir suhbat o'tkazgan o'tgan yili, o suhbatimning o'zida degan, yodinglarda bo'lsin, dunyoning dunyo ikkiga bo'linadi. Demokratik sistema, ya'ni diktator sistema ilgari mesela sosyalizm, kapitalizmda o'tirib dünya ikki qutbga bo'linib o'tirib bir-biri bilan xiris qilishgan bo'lsa, endi kapitalizm bilan sotsializm o'rtasidagi bu xiris qilish, bu jang oxirlashib, endi dunyoda demokratiya bilan diktatorlik o'rtasidagi jang bo'ladi. Bundan keyin mush ikkisining o'rtasida kirishmalar, janglar, qarshilik harakatlar. Buning naq o'rtasida Uyg'ur masalasi bor, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi bor, Uyg'urning davlat qurish masalasi bor degan qarindoshlar. Bugun dunyoda Bayden apandim ashunda o'rayotidi. G'arb dunyolari ashunda o'rayotidi. Buning inglizcha ismi bor, masalan, demokratik va autoritarizmda o'tirib bunda o'raydi. Ya'ni demokratik qutb, diktator qutb degan qutb. Bu diktator qutbning ichida Baydenatgan eng oldida harakat qilayotgan mushu 5ni sanab o'tdim. Yana qolganlar Batiha arab davlatlarining hech qaysi bir demokratik emas. Masalan, Eronmi bor diktatorning ichida. Ammo ular chuprandillari, qo'lidan ish kelmaydiganlari. Ammo da qotirib yuguritim ishlarni qildiganligi. Masalan, Saudiya Arabistonning bor qolgan jiq. Buni qo'shib o'tirib jiq. Men bu yerda o'tirib eng tutamga chiqadiganni dedim. Ammo shu 5ni deb qo'ydim, qolganlarda bor. Bular o'tirishga ziddiyat, mushk o'tirishga ziddiyat bo'ldi. Buning naq haq o'tirisi bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik, Uyg'urning masalasi. Mushu masalaning ustida men Amerikadagi bir davlatning 100% g'olib keldiganiga men ishonaman. Amerikaning mushu diktator davlatlarning ustidan 100% g'olib qilganiga men ishonaman. Balkim dunyoda boshqa hech qanday ishonmasa, men faqat va faqat bir erkin ro'zi ishonaman buningga. Ishonganligi uchun Amerika deb turibmangan. Amerika Uyg'ur davlatini Amerika qurdi. Shuning uchun men Amerikachi, boshqacha emas. Gapimni shunda xulosalay qarindoshlar, mushu diktator davlatlarning qung'u o't qo'yayotgan Bayden apandimga ko'pdan ko'p rahmat aytayman. Yassun Amerika, yassun mening millatim Uyg'urim qarindoshlar. Ko'rishga omon bo'laylik.